Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu bizning yangi akkaunt Instagramimiz bo'ladi. Bu assalomu alaykum Haji bobo. Yaxshimi uzr. Assalomu alaykum Xol Muhammad. Bu bizning Avtomobilning kuryeri bo'ladi. Bu Haji bobo bo'ladi. Jumalikdan qaytib kelyapmiz. Do'stlar, mana shu bugundan boshlab bu akkauntga juda ham aktiv bo'lamiz. Xohlagan joylaringizni syomka qo'yib beramiz, lekin asnoy biznes haqida bo'ladi. Haji bobo, biznes bo'lmasa mana shu taksi biznes nima bo'ladi? Comfort plus. Comfort plus urasi. Oyiga, kuniga qancha ishlasa bo'ladi? Tinglatmang axi. Kuniga qancha ishlasa bo'ladi? Bir kunda qancha? Maksimalni. Maksimum yaxshi ishlasa erta turib bandabdan inshaalloh. 20 minggacha ishlasa. 20 minggacha ishlasa bo'ladi bir kunda, ha? Seriozmi? Kam. Sredniy ishlasa 10 ming 12 ming ishlaydi. 10 ming 12 ming sredniy chistami yoki komissiyasimi? Toza. Toza ishlaydi. Comfort plus tolka ili komfortdan. Comfort plus. Ha, komfortdan ulab qo'yasiz. Comfort. Kuryer qancha ishlasa bo'ladi bir kunda avto kuryer? Matiz bilan, ha? Qancha ishlasa bo'ladi? 10-15 ming. Astagfirullah. Kuryermi? Kuryerlar hada emasmi? Kuryer 10-15 ming tazda ishlaydi. Seriozmi? Matizga qancha arenda? Matizga 700 arenda 1000 rublga benzin qo'yasiz. 1000 rubl benzin 700 1700. Pitaniya qancha bo'ladi расход? 2,5 ming. 2,5 ming общий bir kunlik расходing 10 ming topsa bo'ladi. 10 mingdan 15 minggacha. Значит, расходdan tashqari toza 10 ming topsa bo'ladi, to'g'rimi? 10 mingdan 15 minggacha расходdan tashqari. Chistami? Nima bo'ldi dasturga qilasan? Yandexda любой narsa tushadi bizga. Ha, Pro, ha? Yandex Pro. Любой narsa dasturga qilasan. Любой narsa tushadi. Xo'sh, demak, mana shu kundan boshlab mana shu akkauntda juda ham aktiv bo'lamiz. Hamma narsani syomka qilib qo'yaveramiz. Haji bobo ham yaqinda Instagram ochamiz. Haji boboga mana shunaqa achkalar bilan Haji bobo mana chiroyli syomkalar qilasiz. Inshaalloh. Gap yo'q. Addushi bitta like. Biz hozir mana bu kafe Diorga keldik. Hey, kafe rohat ham bor naryoqda. Chiroyli qilib ochdi, uramiz. Keyin dalshi davom. Do'stlar, bitta like bosinglar. Bir kunda 2-3 ta video chiqaraman, chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaman. Albatta sizlar faqat gazini bosib, bambichski like'larni, repost, kommentariyaga chiroyli so'zlaringizni yozib qo'yaverasizlar. Rahmat. Addushi